23 million so'mga tayyor bo'lgan oshxona mebelimizni hozir topshiryapmiz. Bir ko'rib baho berasizlar. Ketdik. Ko'rib turgan mebellar общий 23 million so'mga tayyor bo'ldi. Buni общий razmerini aytaman. Общий razmerimiz 7,5 metr. Yerdan balandligi 270 ga chiqqan. Bu qator o'zingizlar baho berasizlar. Xo'p, materiallarimiz har doimgidek rossiyskiy stolashniца, rossiyskiy laminat, и fasadlarimiz akril 100%, PVH kronka. Холодильнигimiz, bu yoqda ochiq polkamiz, bu yerda mikrovolnovka, duxovka, moykalarimiz smart har doimgidek, xudo xolasa chiroyli 5 funksiyali. Sushulkamiz, и bu yerda idish yuvadigan mashinalarimizgacha bor. Xudo xolasa mana chiroyli qilib zazorlarni hamma narsasini joylashtirib berganmiz. Bu ishimiz ustanovkasi tugadi. Buni Andijon shahar Semashga, ya'ni shahar hokimiyati orqasiga o'rnatib berdik. Xo'p, xudo xolasa xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar, nomerlarni qoldiramiz. Mana shunaqa sifatli, chiroyli и bonuslar albatta ichida, xudo xolasa aloqaga chiqsanglar aytamiz. Bemalol ko'rib chiqib baho bera olasizlar.